Hayatning turli qiyinchiliklarda halsiragan, turmushning egiz-past davollarida qaymoqqan, hijron va ayrilishning achchiq azoblarida o'sinayotgan qarindishim. Qayg'urma. Inna ma'al usri yusra. Har qiyinchilikqa osonlik, har qayg'uga xushallik, har zulmatga yo'riqlik qo'shkezakdir. Har kechining bir sabohi, har zimistonning bir bahor bordir albatta. Beşimizga kelayotgan har bir musibat yoki qiyinchilik bizni texmi yaxshi, texmi munavvar qilish uchun yoki bizni Robbimizga texmi yaqinlashtirish uchun va yoki sabrimizni sinash orqali bizni jannatga texmi loyiq qilish uchun Robbimiz tarafidan kelgan imtihondir. Har ayrilishning, yolg'izlikning, hijronning, ko'zingizdan oqqan har bir tomchi yoshning siz bilmaydigan hikmati bor. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Biz yomon ko'rgan yoki bizni azoblagan ishlarning keyniga biz bilmaydigan sirlar va hikmatlar yoshiringan bo'ladi. Chunki bizga ota-onamizda mehribon Robbimiz biz uchun ziyonlik bo'lgan har qanday ishni taqdir qilmaydi va bizga taqdir qilgan har bir ish albatta Robbimiz tarafidan belgilangan bir yaxshilik bo'lgan bo'ladi. Taqdiringizga rozi bo'ling. Taqdirga rozi bo'lish g'ururlik va umidsizlikka emas, balki sabr va g'ayratga boshlaydi. Mu'minning ishi haqiqatan ajablanarlikdir. Ne'mat berilsa xushal bo'ladi, shukr qiladi, ajrga erishadi. Musibat kelsa qayg'urmaydi, sabr qiladi, ajrga erishadi. Bu hadis bizga ne'mat va musibatga qanday muomala qilishni o'rgatadi. Do'stim, qayg'urmang. Qayg'urish bilan hech nimani o'zgartira olmaysiz. Hayot davrondir. Ocharchilikqa to'qchilik, zulmatga nur, qo'rqinchga xotirjamlik, qulluqqa saltanat hamrohdir. Yusuflardan ayrilib, hijrondan yuraklari o'rtangan, yig'lab ko'zlari amo bo'lgan Yaqublar qalblariga fasabrun jamil so'zini malham qilsinki, ayrilganlarga hamon bir kun visolning, mahkumlarga hurlikning, eg'ir dardlarga buyuk hikmatning, kasallarga davoning, ranjiga shifoning, yaxshilikqa ajrning, umidlarga navoning yor ekanligini, Yusuflarning ularni kutib turayotganligini unutmasin. Fir'avnning zulmidan qo'rqib, farzandini bag'ridan sug'urib daryoda yiqitishga majbur bo'lgan qalbi majruh Musoning onalari qayg'urmasinki, Fir'avn huzurida payg'ambar yetishtirgan Musoning Robbi ular bilan billadir. Muqaddas yurtning sig'inishini ko'ziga surma qilib, Madina bo'stonliqlaridan Makka tog'lariga qarab yosh to'kayotgan muhojirlar qayg'urmasinki, inna fatahna laka fathan mubina oyatlari ular uchun ochiq bishoratdir. Qulluqning, xorliqning, mahkumlikning azobida qalbi o'rtanayotgan, azob chekayotganlar qayg'urmasinki, sabran ya ali Yasir fa inna maw'idakumul janna. Sabr qilinglar ey Yasir oilasi, sizlarning va'da qilingan o'rninglar jannatdir. So'zi ular uchundir. O'z zamonida ota-onasining oldida a'tivo bo'lib qolmasdan, yurt jamoat ichida hurmatga sazovor bo'lgan, boyliqini kambag'allikka, rohat turmushni g'urbatchilikka, atir ambarlarning xushburoqlarini ko'mir yoki tezak tutunlariga, maxmal ko'rpa to'shaklarini qumushning bo'ron samolarga tegishayotgan zamonimizning mus'ablari qayg'urmasinki, Firdavs jannatlari ularga makondir. Sinoqlar o'tib ketadi va orqadan Robbimizning hikmati tajalli bo'ladi. Ammo bu hikmat jafoliq sinoqlarni boshdan o'tkazish, eng og'ir vaqtlardami ishonch, umid va qat'iy iroda, tavranmas aqida bilan va'da qilingan porloq kelgusiga yuzlanish va to'xtamasdan olg'a ilgirlash bilan amalga oshadi. Hayot bir imtihondir. Og'riq siloq, ayrilish, yo'qotish, hijron, yo'qsullik, hatto boylikdan iborat turli musibatlar bilan sinalamiz. Bu bizning imtihonlarimiz bo'ladi va eng go'zal kelajak imtihonlarni yaxshi natija bilan berganlarga mansubdir. G'am, qayg'u va azob uqubat insonning jismoniyatini ojizlashtiradi, ruhiyatini xunuklashtiradi. Olamlarning va olamdagi hamma narsaning egasi bo'lgan Robbimiz biz bilan birga ekan, qayg'urmang. Dardingiz bo'lsa, dardimmi buyuk Robbingiz siz bilan birgadir.